Qo'yib yuboring qo'limni. Og'zingga qarab gapir, tushundingmi? Qo'yib yuboring qo'limni dedim sizga. Ko'rsatib qo'yaman hozir. Jasur. Ana uni qara. Qo'yib yuboring qo'limni. Ha? Gapir. Qanaqa yigit ekan bu, qiz bolaga kuch yetadigan. O'zi siz. Qo'ysangchi, sevishgan urushib qolgandir. Senga nima? Senga o'xshagan qizlar yaxshilikni bilmaydi. Ha, og'ridimi? Qo'lim og'riyapti deyapti. Yo'q, qara, unga jahl qilishini. Ha, e'tibor berma. Ko'p gapirma dedim senga. Men hozir kelaman. Qo'yib yuboring. Tinchlikmi? Kuching qiz bolaga yetyaptimi? Senga nima? Bor, yo'lingdan qolma, bor. Menga qara. Men senga hozir qo'pollik qanaqa qilish kerakligini tushuntirib qo'yaman. Faqat yomon og'riydi. Ha, yo'q-e. Ha, Sinam. Bu yigitingizmi? Ha. Yo'q, meni yigitim emas. Gapini eshitding. Qani endi bu yoqdan sur. Surmasam nima qilasan? U sur dedim. Hali sen bilan boshqa joyda gaplashamiz. Tushundingmi? Gaplashamiz. Seni tanib oldim. Basharangni yirtaman. To'g'ri yo'qol bu yoqda. Ko'rasan. Nomard. Rahmat sizga. Arzimaydi. Qanu. Dabdalasini chiqaraman. A bo'ldi, ketdi. O'zingni bos. Qochib ketdimi? Ha, Maza qilib uraman degandim-da. Ovqatim sovuq qolmasin deb oxirgacha yeb qo'ydim-da. Bo'lmasam o'zim boplardim. bo'ldingmi? Sen yeysanmi? Yo'q Ha? bo'ldi. Bo'ldi, yur unda.